Assalomu alaykum qadrli traderlar. Sizlar bilan Eva Trade jamoasidan forex fond va kriptovalyutalarni William Gann texnikasi, Elliott to'lqinlari va smart moneylar bo'yicha tahlil qilishda davom etamiz. Demak, bugun yana o'sha William Gann texnikasi bo'yicha ikkita valyutni parani ko'ramiz. Funt dollar va yevro dollar. Demak, boshladik. Yevro dollar bo'yicha demak funt sterling va dollar parasida qanday holat bo'lyapti? Demak, D1 grafikini ko'ryapsizlar. D1 grafikida funt demak vaziyat etishi trend bo'yicha, demak bizda ham ugullarimiz demak bir ugul vaziyat etishi trend bo'yicha ketyapti va trend hozircha pastga o'zgargani yo'q va ahamiyat berishingizni so'rayman. Mana vaqt bo'yicha razворот zonalarga o'sha bejiz emas, что aniq hisob kitoblar bilan demak qilinsa narxni taxminiy demak boradigan отметкаларni demak o'lchasa bo'lishi mumkin. Demak, mana ko'ryapsizlar, mana vaqt bo'yicha demak 28-chisloda oldingi oy mana 4-sanasida vaqt bo'yicha demak o'sha расчет boshidan boshlangan va o'sha bo'yicha vaqtga to'g'ri keldi va действительно bu yerda ham уровень пробой bo'lmagan va vaqt bo'yicha разворотный zona ekan va funt sterling hozir o'sha vaqt bo'yicha разворотный zonadan orqaga отскок berdi. Demak, mana bu yerda ham ahamiyat berishingiz mumkin. Demak, уровень поддержкamiz пробой bo'lgan, ya'ni mana закрепление bo'lgan va vaqt bo'yicha 27-sanada demak 2-chisloda fevralda vaqt bo'yicha va уровеньga to'g'ri kelgan va ugulimizga to'g'ri kelgan. Uchta traynoy demak uch yoqlama bычий bozori keyingi уровеньga borishiga signal bo'lgan bu yerda. Mana vaqt bo'yicha, уровень bo'yicha va ugulimiz bo'yicha ko'ryapsizlar va bejiz emas bozor keyingi ugulga borgan. Bu oradagi farq demak 29-25 bo'lsa 340 punkt. Bu ham yaxshi natija. Masalan, kimdir 340 punkt olaman desa bemalol masalan kirsa bo'ladi. Demak, buning uchun aniq расчет qilish kerak. Ko'ryapsizlar, demak hozirgi holat bo'yicha endi qanaqa prognoz qilishimiz mumkin? Endi tepada уровень 1 marta 2 marta уже olinmadi. Уже sekin funt sterling mana bu demak ugulga yana kelish kerak va kutamiz. Agar bu пробой bo'ladigan bo'lsa retest va keyingi ugulimiz поддержкаga demak 1.29 ga funt kelishi mumkin. Bu yerdan keyin kuzatamiz. Agar konsolidatsiya bo'lib vaqt demak zona keyingi zona bizda 13-chisloda ekan, mana shu oy 2da bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yerdan agar пробой bo'lmaydigan bo'lsa ko'ramiz. Razворот demak mana shu yerdan bo'lishi mumkin. 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, demak H1da ko'ryapsizlar, mana bu yerda ham juda kuchli. Demak, mana bu oradagi farq уровень поддержка bilan demak 33.80 va 31 150 punkt bu ham yomon emas. Masalan, mana ko'ryapsizlar, уровеньimiz masalan поддержка пробой bo'ldi va keyin yana закрепление bo'ldi. Bittada olish olmadi. Nimagaki mana bu ugulga urildi, bu yerdan отскок berib yubordi tepaga. Bu yerda demak buni ham обратный demak tepaga пробой bo'lgani yo'q. Ko'ryapsizlar, urinib ko'rishyapti, lekin qaytarib yuryapti. Demak, уровень kuchli va vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Разворотный zona 2-chisloda. Demak, bu yerda ham тройной подтверждение ko'ryapsizlar, поддержка, ugul va vaqt bo'yicha boyinga o'xshab uch yoqlama demak signal keldi va funt sterling sразу pastga demak kechagi новости bo'lsa kerak pastga ketdi. Bu ham bejiz emas. Скорее всего уже dushanbadan mana bu уровень olsa kerak 1.3251 va undan уже kuzatamiz. Demak, keyingisi yevro dollar. Yevro dollar ham D1 grafikini ko'ryapsizlar. Mana yevro dollarda ham D1 grafikida bozor ham urilgan ahamiyat beringlar. Mana qanaqa чувствовать qilyapti, что kanal mana ko'ryapsizlar, bozor kelyapti, vaqt bo'yicha разворотный точкаga keldi va ugulga keldi. Mana shu yerdan отскок bo'ldi, keyingi уровеньga levelga keldi. Bozor konsolidatsiya holati keyingi ugulga kelyapti, vaqt bo'yicha разворот qilyapti, yana keyingi ugulga ketyapti. Пробой bo'lyapti уровень. D1 grafikini ko'ryapmiz. Vaqt bo'yicha разворот и
mana bu уровень hali olinmagan. Demak, 1.16.06 уровень olinmagan. Скорее всего ko'ramiz, kuzatamiz. Agar konsolidatsiyadan keyin sразу olmasa, agar proboy bo'lib, demak mana bu ugli kelishi mumkin. Bu yerda yana отскок bo'lib, tepada закрепление bo'ladigan bo'lsa, shamchalar bilan уже keyingisida olishi mumkin. Bu Debel grafiki, yevro dollar 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da ham juda ham chiroyli. Bu yerda ham bozor mana ugullarimiz mana shu закрепление bo'lyapti, keyin ugulga kelyapti. Mana разворотный zonani ko'ryapsizlar. Разворотный zonadan proboy bo'lyapti, orqaga ketyapti. Mana yana bitta разворотный zona ikkinchisida kechi bo'lgan. Va yevro dollarda ham hozir agar yana закрепление bo'ladigan bo'lsa, pastda 2-3 ta shamchalar bilan retestdan keyin bozor uchun keyingi level bizada demak 1.12.07 ekan уровень. Demak 1.12.07 уровеньga demak bozorga kelishini taxmin qilaman. Kuzatishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.